Voy. Dadasi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Dard bo'ldi. Balo bo'ldi. O'ynab qo'yay. Sen farzand ko'rganingda, ikki qizli bo'lganimda rosa xursand bo'lgan edim. Nasib qilsa jannatga kiraman degan edim. Ikkisini ham og'rinmay, hech birovdan kam qilmay o'qitishni niyat qilgan edim. O'qitdim ham, va'damni esimdan chiqarmadim. Bugun bitta gap eshitdim. Yer yorilib ketmadi-yu, yerga kirib ketmadim. Odamlarning g'ibati hamiyatimga tegdi. Bugun birinchi marta qizlaring boshimni egdi. Xudo saqlasin, bu nima deganingiz, dadasi? Axir bilasiz, qizlaringiz... Jam. Gapimni bo'lma, xotin. Kattang shaharga borib ancha o'zgarib ketganmish. Kiyimi, yurish-turishi, shevasini unutib shaharcha so'ylayotganmish. Hech kimga pul bermasdan lavozimda o'sayotganmish. Ishxonasida kimgadir alakishib. Shu gapga ishondingizmi? Ishonmayman. O'lay agar ishonmayman. Lekin qizlaringni deb boshimni egib yasha olmayman. Menga gap so'z kerak emas. Tayyorgarligingni qilib ol. Qizlaringni uzatamiz. Indin sovchilarni kutib ol. Qo'shaloq qilib to'y qilamiz. Dadasi, qo'ying. Ochar. Men boshqa gapirmayman. Men turmushga chiqmayman. Hali ishim, karyeram bor. Singlim endi birinchi kurs, oldinda o'qishi bor. Ikkalamizni qilgan katta orzularimiz bor. Dadam o'qitaman deb va'da bergandilar-ku. Otangning gaplarini axir o'zing eshitding-ku. Odamlarni gap so'zi og'ir botib ketibdi-da. Sen haqingda mahallada gap bolalab ketibdi-da. Axir siz yuzingizga qanday oyoq bosaman? Dadamga va'da berganman. Va'damni nomusimdek yuragimda saqlayman. To tirikman, menga bergan ishonchingizni oqlayman. Yutuqqa erishgan bo'lsam, bilimim bilan erishdim. Sizdan olgan tarbiyam, ilmim bilan erishdim. Odamlarning gapi deb hammasidan kechamizmi? O'qishimizni chala tashlab, endi erga tegamizmi? Dadamning ko'zlariga bir marta tik boqmadim. O'g'ilmas, qizligim uchun balki uncha yoqmadim. Lekin shunday bo'lsa ham bizlarni o'qitdilar. Qo'limizga kitob berib, bilimga do'st tutdilar. Yemay, ichmay, o'ylab bizni, opam bilan ikkimizni kontraktimiz to'ladilar. Jon oyijon, tushuntiring. Orzumuzni o'ldirmanglar. O'qishimiz tugamasdan bizni turmushga bermanglar. Hali o'zim bolaman-ku, qanday oila quraman? O'qimasam bolalarimga qanday tarbiya beraman? Sizlarga ham oson emas. Buni yaxshi bilaman. Qiz farzandni tarbiyasi anchagina qiyinroq. Bizga yorni quchog'idan ilm azobi shirinroq. O'zimona qizlarim, rayhonlarim, yulduzlarim. Otangiz bilan ikkimiz sizni yaxshi ko'ramiz. Uyaltirmasligingizga har doim ishonamiz. Lekin men ham nima qilay? Sizga o'xshab ojizaman. Otangiz nima desalar e'tirozsiz bajaraman. Sizni bag'rimdan yulish menga oson deysizmi? Otangizni ko'ndira olmasam meni qarg'amaysizmi? Menga qolsa hozircha o'qisanglar qaniydi? Bo'ldi. To'y-poy bo'lmaydi. Jahannamdan pardalarim, sallardan o'zim o'rgilay. Odamlarning gapiga ham, o'ziga ham o'ynab qo'yay. Esko'p onasi-ya, baribir yo'lini topasan. Qizim, mana bu pulni olib qo'y. Voy.
yangi kitob olasan. Katta rahmat dadajon. Sizni yaxshi ko'ramiz. Ha, erta bo'lsin, kontraktingni birga to'lab kelamiz. Kitobli qo'llarni ekinga bermang. Dubay va Istanbul, Pekinga bermang. Tengini toptirib tekinga bermang. Millatni qizlari o'qsa yaxshi. Ko'rmoqlik istasak hadishalarni, qo'llaylik barcha-yu bir nechalarni. Ilmla o'tkazsin har kechalarni, millatni qizlari o'qsa yaxshi. Daraxt ko'p bo'lsa, xazonli bo'lar. Ro'zg'ori butun-u qozonli bo'lar. Uyda erkak bo'lar, azonli bo'lar. Millatni qizlari o'qsa yaxshi. To'yni tezlashtirmang, amak tog'asi. Nikoh botil bo'lar, qiz bo'lsa norozi. Baralla yangrasin qizlar ovozi. Millatni qizlari o'qsa yaxshi. O'qinglar ona qizlarim, o'qinglar.